Undan keyingi oyatlarda oilada mojaro chiqib qolsa, erkak kishi qanday yo'l tutish haqida tavsiya keladi. Er-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollar ustida mutasaddi rahbardir. Nima uchun? Erkak ayollarni Alloh bir-birlaridan ba'zi bir jihatlarda fazilatli qilib ustun qilgani uchun. Ayol ba'zi jihatdan erkakdan ustun, erkak ba'zi jihatdan ayoldan ustun. Lekin bu ustunliklarning piravar natijasi erkakning oilada rahbar bo'lishini taqozo qiladi. Ikkinchidan, erkak oilaning ta'minotini qilgani uchun deyiladi oyat karimada. Fasolihatu qonitatun hafizatun lil g'oybi bima hafizalloh. Soliha ayollar kimlar? Kim soliha ayol? Hamma o'zini soliha deyaveradi. Xuddi hamma erkak o'zini solih degandaqa. Soliha ayollar kimlar? Fasolihat qonitat. Qonitat degani so'zsiz va izchil itoatda degani. Qonitat so'zi itoat qiluvchilar deb tafsir qilinadi, tarjima qilinadi o'zbek tilida ko'pincha. Lekin aslida itoat so'zini keltirsa ham bo'lardi, chunki itoat ham arabcha so'z. Nega Qur'on qonitat deb qunut so'zini keltirgan desa, itoat bilan qunut o'rtasida farq bor. Ba'zida aytganini qilib, ba'zida aytganini qilmasa ham itoat bo'laveradi. Lekin u qunut bo'lmaydi. Qonitat bo'lmaydi. Qonitat har qanday vaziyatda itoat. Modomiki zulm bo'lmasa, har qanday vaziyatda shariat doirasida bo'lsa, itoat mana bu qonitat bo'ladi. G'azab kelganda ham, xafa bo'lganda ham, xursandchilikda ham, kenglikda ham, tanglikda ham itoat bo'lsa, mana bunda itoatni qunut deyiladi, qonitat. Mana shunday ayollar qonitat bo'ladi. Hafizatul lil g'oybi bima hafizalloh. Alloh muhofaza qilishni buyurgan o'zining go'zalligini, iffatini, erining mol-mulkini eri yo'q paytda ham muhofaza qiladi. Erining sha'nini ham muhofaza qiladi. Hadis sharifda solih ayol kim yo Rasululloh deb so'rashganda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom juda qisqa jumlalar bilan buni bayon qilganlar. Iza amartaha ata'atka. Buyursang itoat qiladi. Va iza nazarta ilayha sarratka. Qarasang ko'zingni quvnatadi. Va iza ghibta anha hafizatka fi malika va fi nafsiha. Sen yo'g'ingda o'zining nafsi, o'zining demak iffati va sening molingda seni muhofaza qiladi deganlar. Qarasang quvnatadi degan gap faqat tashqi chiroylikka tegishli emas. Ya'ni ko'zni quvnatish bu xursandchilikning cho'qqisi hisoblanadi. Ya'ni solih ayol kim desa, solih ayol shuki, undan sening ko'zing doim chaqnab turadi degani. Xursandlikdan ko'zing chaqnab turadi. Mana bu solihalik bo'ladi. Endi deyiladi oyatda, soliha bo'lmasdan bosh ko'tarib itoatsizlik qilish xavfi tug'ilgan ayollarga nima qilasizlar? Ushbu oyatda vallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Bosh ko'tarishdan oldinoq chora ko'rish tavsiya qilingan. Bosh ko'targandan keyin, boshqa chiqib bo'lgandan keyin juda qiyin masala deyilyapti. Oila bu jamiyat bu. Jamiyat qachonki rahbarga itoat qilsa, keyin u barqaror bo'ladi, keyin u baxt saodatli bo'ladi. Gohida rahbardan ko'ra rahbarning ba'zi bir qarorlari xatoroq bo'lishi mumkin. Lekin o'sha ozgina xatoni ko'tarish tinchlik, osudalikni ta'minlaydigan bo'lsa, shuni qilish kerak. O'zichasiga adolat tilayman deb oilani buzib tashashadi. Er xotindan ikkalasidan ham tag'oful talab qilinadi. Ancha-muncha narsadan ko'z yumish kerak. Manaqa deydiz-u, manaqa deyudiz, anaqa dedim. Manaqa deyudiz, manaqa qildim. Oila emas u. Oilada rahbar bormi? Rahbar bor, erkak. Bo'ldi. Uni qarori gohida xato bo'lsa ham qabul qilinishi kerak. Endi bu degani erkaklar oz ekanini aytaversin degani emas. Gohida inson yanglishib qolishi mumkin. To'g'ri deb o'ylab xato qilib qo'yishi mumkin.
o'sha vaqtda gapni sindirilmaydi. Farzandlar oldida, boshqalar oldida. Xo'p deyiladi. Keyin isloh qilinsa bo'ladi. Chunki oilaning barqarorligi mana shunda. Mana shuning uchun biz oldingi kattalarimiz oilasi barqaror bo'lgan, farzandlar barkamol bo'lgan, bebosh bo'lmagan. Chunki onadan itoatni o'rgangan. Ona o'zi bebosh, erkakni ustida yong'oq chaqaman deydi boshida, bolalar o'z-o'zidan betarbiya bo'ladi. Itoatsiz bo'ladi, bebosh bo'ladi. Oyat karimada aytiladiki, ayol bosh ko'tarishi xavfi tug'ilganda yo'q chora ko'r. Bosh ko'tarib bo'lgandan keyin emas, bosh ko'tarishdan xavf qilgan paytingizda yo'q, ularga va'z nasihat qiling. Ushbu oyat karimaning tafsirida ulamolar aytadi, demak erkak kishi xushyor bo'lish kerak. Oilada xushyor bo'lish kerak. Ikkinchidan va'zga yarash kerak. Va'zga yarash kerak. Va'z qilinglar degani bu va'zga yaranglar degani. Allohdan qo'rqing, Allohdan qo'rq. Shariat bu, Allohning hukmi bu deb nasihat qil. Agar nasihatga bo'ysunsa, ana u solihalik bo'ladi. O'zi solihaga-yu, o'zi asli nasihatga ham hojat yo'q. Endi gohida yanglishib qolsa ham nasihat bilan darhol solihalikka qaytsa, alhamdulillah bo'ladi. Lekin qaytmasa-chi, unda hijron qiling joyda. Joyni alohida qiling, toyinki o'ziga kelsin. Unda ham o'ziga kelmasa, unda ham itoatda bo'lmasa ayol, unda uni uringlar deyilgan. Uni uringlar degan oyatni endi ulamolarimiz tafsir qilganlar. U yozib olib ko'kartirib solishmas, balki misvak bilan urish, yoki shu Imom Buxoriy aytganlar, zaha qilmasdan urish deganlar. Ya'ni mayib qilmasdan urish deb aytganlar. Bu endi oxirgi chora. Bu qachon ishlaydi deganda taloqni oldini olish uchun ishlaydi. Taloqdan to'xtash uchun. Lekin bu musulmon erkak uchun aytilgan gap. Ko'niga nima kelsa, o'shini qilaveradigan, mezoni yo'q, ilmda bir boxabarligi yo'q, yaxshi yomonni farqlamaydigan odamga emas bu. Bu musulmon, mo'min musulmon, din diyonatdan xabari bor erkakka aytilgan gap. Boshqa odam buni qo'llasa bo'lmaydi. Boshqa odamlarga bu to'g'ri kelmaydi. Mabodo shunda ham masala hal bo'lmasa, ikki tomondan hakamlar bo'lib orani isloh qilishsa, inshaalloh Alloh ularning orasini yarashtiradi deyiladi oyat karimada.